Qovoqli somsa tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun bizga 300 gram qo'y dumbasi, qizil qovoq, sariq qovoq, 2 dona piyoz, 1 dona tuxum, qora sedana, ozgina tuz va boshqa ziravorlardan ham foydalanish mumkin. Qovoqlarimizni kubik shaklida to'g'rab olamiz. Qo'y dumbasini ham kubik shaklida to'g'rab olamiz. 2 dona piyozni ham mayda qilib to'g'raymiz. Maydaroq to'g'ralsa yaxshiroq bo'ladi. Oldindan yog'lab tayyorlab qo'yilgan xamirdan foydalanaman. Ularni mayda bo'laklarga ajratib chiqamiz va yoyib olamiz. Dumaloq shaklda yoydim, uchburchak shaklda bukib olsak ham bo'ladi. Boshqa shakllarda buksa ham bo'ladi. Masalliqlarni yaxshilab aralashtirib, unga kunjut qora sedanani ham qo'shaman. U juda kalsiyga boy bo'lgani sababli ichiga ham aralashtirdim. Xamirlarimizni yoyib olib, masalliqdan bir qoshiqdan yoki bir qoshiqdan ko'proq miqdorda qo'yib, bukib olamiz. Katta va kichikligiga qaraymiz. Uchburchak shaklda bukib oldim. Duxovka listiga pishiriqlar uchun foydalaniladigan qog'ozdan foydalansak yaxshi bo'ladi. Qog'ozni yoyib chiqib, ustidan somsalarimizni terib olamiz va duxovka pechiga qo'yamiz 200 gradusga. Mana somsamiz ham tayyor, yumshoqgina qat-qat somsa bo'ldi. Mana ichlari ham juda mazali chiqadi. Tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman.